Umra safarida 50 boshli qilib yurgan paytingizda sizga juda ham ta'sirli holat qanaqa bo'lgan? Bizga eng ta'sirli qilgan holat o'sha insonlar otalari farzandlarini Ka'bani ko'rganda ko'z yoshi bilan duo qilganlari, onalari farzandlarini duo qilganlari va birgalikda Allohning baytini ko'rganda ko'z yoshi bilan duo qilganlari eng ta'sirli holat bo'lgan. Bu yigit kim deydiganlar uchun bu yigit ismi Muhammad Ali. 1 yil oldin umraga borganimizda bizga 50 boshli qilgan yigit juda ham zo'r xizmat ko'rsatgani uchun intervyu qilyapmiz. Xo'p, Muhammad Ali safarda yurganimizda bizga shu haram hududidagi soatni shaklini, razmerlarini aytib berayotdingiz. Hozir yana bitta bizning obunachilarga aytib bering. Xo'p, soat o'zi 2012-yil qurib bitkazilgan, balandligi 601 metr hisoblanadi. Agar oydan boshlaydigan bo'lsak, oy 107 tonna hisoblanadi. Oyning ichida o'zini o'sha soatning ofisi bor, restorani, masjidi joylashgan. Soatlarga keladigan bo'lsak, 21 tonnadan 4 tarafda 84 tonna, 30-40 kilometr masofadan ko'rinib turadi. U soatdagi Alloh yozuvi dunyodagi eng baland, eng katta Alloh yozuvi hisoblanib, uni o'sha Allohdagi alif yozuvi 24 metrda tashkil qiladi. Soatning strelkalariga keladigan bo'lsak, strelkalari kattasi 24 metr, kichkinasi 17 metrda tashkil qiladi. Biz o'sha o'tgan yili Sahiy Travel'dan borganmiz. Siz ham shunda 50 boshli qilardingiz. Hozir qaysi firmada 50 boshli qilyapsiz? Hozir Andijondagi Humoyun Travel'da 50 boshli qilyapman. U Humoyun Travel Andijonda joylashgan bo'lib, Andijon poytaxt shahrida joylashgan. Uni qulayliklariga keladigan bo'lsak, o'zini Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal issiq ovqatlari, yotoq joylari tashkil qilingan va Madinada ravza holatlari va Madina ziyoratlari, Makka-i Mukarramada butun ziyoratlar tashkil qilingan. Bu firmaning xizmat narxi qanaqa? Bu firmaning xizmat narxi oxirgi hisobga olib qaraydigan bo'lsak, $1000 dan $1100-1200 gacha hisoblanadi. Mani obunachilarimga va o'zingiz obunachilaringiz qandaydir chegirma bonuslar qilib beralasizmi? Albatta, agar boradigan bo'lsa, qolgan insonlardan ko'ra, qolgan atrofdagi odamlardan ko'ra bonuslar, chegirmalar mavjud. Siz umra safariga bormoqchi bo'lsangiz, albatta pastdagi profilga obuna bo'lib, Muhammad Aliga murojaat qilinglar. Albatta sizlarga zo'r xizmat ko'rsatadi va juda ham ilmli yigit. Rahmat sizga Muhammad Ali. Ketgan vaqtingiz rozi bo'ling. Rahmat.